Tushunmadim. Sarvar aka. Qoyil. Darrov boshqasini topib oldingizmi? Sen nima qilib yursan bu yoqda? Bunga bo'yanishga ham, bunaqa libos kiyishga ham ruxsat beribsizmi? Menga hattoki shim kiyishimga ham ruxsat bermagandingiz-ku. Bunga kalta-kulta kiyib yurishga ham ruxsat beribsiz-a? Xotin degan mana mashshaqa bo'ladi. Senga o'xshab nima desa xo'p deb hayodiy kiyimlarni kiyib sasib yurmaydi, tushundingmi? Eplagan erni ushlab oladi. Shu ahvolingda ering o'lsa ham senga qaraydimi? Nomard. Seni yoningdagidan ko'ra meni singlim ancha chiroyliroq edi. Lekin sen xudbin, iflos, uni rashk qilib ezib, shu holga solding. Hamma narsani taqlab, hattoki o'qishdan ham chiqarib olding. O'ziga bo'lgan ishonchini sindirib, uni yer bilan bitta qilding. Menga qara. O'zingga qarab gapir, tushundingmi? O'zingni bosib ol. Bo'ldi qilinglar. Bo'lmasam hozir ketmasanglar militsiya chaqiraman. Nima bu maynavozchilik? Haydamasanglar ham ketamiz. Senlarga ham boqqan balo bordir. Ko'z yoshingni yig'ishtir, yur, oldimga tush. Bo'ldi-jon, asabingizni buzmang, e'tibor bermang. Bular akila o'zi qolib ketadi. Yur. Opa, nega? Meni aybim nima o'zi? Salgina bo'yasam yengil taksa derdi. Salgina chiroyli kiyinsam sen buzuqsan, kim uchun kiyinding deb qiyomat qoyim qilardi. Endi bo'lsa yangi xotinining ahvolini qarang. Bas qil, bizga desa o'sha iflos o'lib